Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarim, yaxshimisizlar? Tanijonlari sog'mi, omon va musofirda yurgan aka-ukalarim, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kuzatib yurgan obunachilarim, aka-ukalarim. Mana sizlarga yangi vakansiya chiqaruvchiga yana davom etamiz. Sizlarga hozir svarchik kerak. Sizlarga mana fambarinlar qiladi, karkazlar qiladi. Bularning donasi 100 rubldan. Xo'sh, yurakda o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa agar ishga taklif qilib qolamiz. Adresimiz Podmoskva, Sholkiyskiy rayon, Derevnya Bogoslova. Hozir dal shu ichkariga kiramiz. Kim qancha bo'lyapti, nima qilyapti, o'z intervyularni olamiz. Kuzatishga davom etamiz. Pognali. Assalomu alaykum. Qanday, yaxshimisiz? So'llayapsizmi? Charchamayapsizmi? Endi sizlardan bir intervyu olaman-da. Marhamat, ana bu mikrofon sizga. Shu ancha qarab gapirsangiz bo'ladi. Olsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Qayerdasiz? Sirdaryo viloyati. Sirdaryo viloyati. Qancha bo'lib kelgansizga? 3-oy bo'lyapti-da. 3-oy? Ha, 3 oy to'lyapti. Hozir nima taqilyapsizlar hozir? Shu setka, zabor, nima deydi? Espo. Qancha endi bitta o'sha zabor, Espo necha pul turadi? 100 rubl bir dona. Bitta karkasda Ha. 100 rubl. Bir kunga nechta qilasizlar? Bir kunda 100 ta qilyapmiz hozir. 100 ta. Ha. 2 kishi, ha, sizlar? 2 kishi. Endi hozir 5000 so'mdan to'g'ri kelyapti, shundaymi? Buni yangi boshladik, qo'lali endi kelishyapti. Ha, endi kelishyapti. Gap yo'q, endi bu yoq bilan intervyu qilaylik. Hop. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Qalaysiz o'g'lim? Siz qayerdansiz? Sirdaryo viloyat. Yaqinroqmi? Qayerdan? Sirdaryo viloyat. Ha, Sirdaryo viloyat. Siz kelgansiz qancha bo'ldi? Birga kelganmisizlar? Birga kelganmiz. Xo'p, sizlar to'ka karkas taqilyapsizlar, shundaymi? Karkas, zakaz, Espo karkas. Karkas 100 rubl, bularchi? Bular ham 100 rubl. Bular ham 100 rubl. Shu bir kunda 100 ta qilasizlarmi? Yo, ko'p ham bo'ladimi? Hozircha 100 ta qilyapmiz. Ko'p ham bo'lgan banklari ham bo'lyapti. Karkasdan 150 ta, 140 ta. Ha. Bu karkaslar ham 100 rubldan. Ha. Minimum bir kunga qanchadan ikki olarsiz mana? Necha pul qanchadan tushirasizlar minimum? 5000. 5000. 5000 dan ham 150 ming rubl bo'ladi, shundaymi? Ko'rdingizmi shu aldov bormi, yo'qmi? Faqat to'g'risi obunachilarim bir xillari yozadi-da. Avval vaqtida tushirib turib plastikka. Ha. Endi oylik endi ko'ramiz endi. Bugun ana o'sha oylik tarqatyapti. Bugun o'zi borasizlar, o'zi hamma svarchilar qolmadi, ulardan ham intervyu olaman desam agar, hamma o'sha oylikka ketyapti. Barisizlar ham ketasizlar. Gap yo'q, tanijonlari sog'-omon bo'lsin. Keladigan odamlar kelsa bo'ladimi, ishlasa bo'ladimi mana shu yerda? Ishlasa bo'ladi, ishlagan. Biz ham ishlab ketdik. Biz bilan kelganlar ishlolmagan ishlolmadi. Ha. Shu yo'q degan payt shu bir oyda shu gap to'g'risini aytish kerak. Bir oyda shu rasxoddan tashqari $1000 uzatib bo'ladimi? Ha? Shu keling, shu mayli katta gapirish yo'q, boshqasi yo'q, yeb ichingiz bor, patentingiz bor, boshqasi bor. Chestni. Chistni jo'natsa ham bo'ladi. Ha? $1,500 jo'natsa ham bo'ladi. 1,5 ming ham uzatsa bo'ladi. Faqat mehnat qilish kerak-da bu yerda, to'g'rimi? Bolalar 2000 gacha jo'natyapti. Shunday. Endi men bilaman bu yerda men agar bir ishonarli bo'lmasa edi, men to'g'risi men o'zim reklama chiqarmas edim bu yerda. Sababi men o'zim ham shu ishxonada ishlayman. Men o'zim mana shu ishxonada 3 yildan beri voditel bo'lib ishlayman, blogerlik faoliyatimni ham yuritaman. Bu Vafo Musofirlar kanal ochishning sababi ishsiz yurgan bir aka-ukalarimiz ishlik bo'lsin, manfaatli bo'lsin degan maqsadda chiqarilgan mana shu. Aka-ukalarim, O'zbekistondan kuzatyapsizmi, Tojikistondan, Qirg'iziston, Qozog'iston, o'z farqi yo'q. Qayerdan kuzatsangiz ham bemalol kelsangiz, sizni patentingizga, registratsiyangizga, barcha hujjatingizga mana bu ishxona yordam beradi. Keyin ishlab ish haqidan berasizlar. Yana bir marta aytaman, adresimiz Moskovskiy oblast, Podmoskva, Sholkiyskiy rayon, Derevnya Bogoslova. Agar Moskva territoriyasidan bo'ladigan bo'lsangiz, Rossiya territoriyasidan bo'ladigan bo'lsa, обязательно beri patent bilan oladi. Bez patent olmaydi, nimaiki bir ofitsialniy ishxona. Sizlar o'sha priyama kelganlaringizda beri patentlaringizga, registratsiyalaringizga yordam berdimi ishxona? Berdi, ha? Muammosi yo'q.
yurakda o'ti bor aka-ukalarimni ishga taklif qilib qolamiz. Tanish yo'llari sog' omon bo'lsin. Bemalol kelaversa